Mana bu yerdan chiqdi. Tok mana bu nuqtaga keldi va 2 ga bo'lindi. I3'imiz bu yo'nalishda, mana bu yo'nalishda I2'miz. Va mana bu yo'nalishga yana qo'shilib tok chiqib ketadi. Shunda bizda tugunlarda birinchi qonun bo'yicha I2 ni I3 ga yig'indisi bizga I ga teng degan tenglikni beradi. Endi ikkinchisi bo'yicha mana bu yo'nalish. Demak, mana shunday yo'nalish birinchi, mana bu ikkinchi bo'lsin. Kirchhoffning ikkinchi qonunidan. Birinchisi bo'yicha. Demak, I2 R2 qo'shilgan I R1 teng bo'ladi epsilonga. Ikkinchisi bo'yicha I3 R3 minusdan I2 R2 teng bo'ladi 0 ga. Mana demak 3 ta tenglikni hosil qilib oldik. Ya'ni bunisida mana 2 E1 R1 teng epsilon ko'rinishida yozib oldik. Shu yerda noma'lumlar olib kelib o'rniga ma'lum narsalar o'rniga olib kelib qo'yaylik. Shunda soddaroq ko'rinishga keladi. Demak, I3 R3 barobar ekan I2 R2 ga. Ikkinchi tenglikdan yozib oldim. Men I3 ni topishim kerak. Demak, I2 ni I3 R3 taqsimda R2, ya'ni I3 orqali ifodalay olyapman birdan. Buni R3'im menda 12 ekan. 12 ni 4,2 ga nisbati I3 ekan mana. Demak, I2 ni yozib oldik. Endi mana bu tenglikka olib borib qo'yaman. Birinchi tenglikka. 12 4,2 I3 R2 8 menda. Mana buni xato qo'yib ketdimiz. 4,2 deb 8 edi. 8 plyusdan mana. I deganimiz mana I2 plus I3 ning yig'indisiga teng. Demak, o'rniga qo'yib yozamiz. 4,2 ni I3 plyusdan 12 taqsimda 8 I3 barobar 15 deb mana. Mana shu yerdan I3 ni topib qo'ysak bo'ldi. Soddalashtiramiz. 8 bilan 8 qisqaradi. Mana bularga umumiy maxraj berib qo'shamiz. Bu yerda 12 da I3 plyusdan 4,2 ko'paytirilgan. Demak, 8 20 taqsim 8 bo'ladi. 5 da I3 taqsim 2 teng 15 bo'ladi mana. 5 da 4,2 ga ko'paytirsak 21, 21 da 2 ga bo'lsak 11,5. 11,5 ga 12 ni qo'shsak 23,5. I3'imiz 15 ga teng ekan. Yigirma ikki butun ekan.
Demak 15 da 22,5 ga nisbat. 15 ni 22,5 ga nisbat. 2 taqsim 3 ekan. Demak mana bu yerga mana 2 taqsim 3 deb yozamiz. Agarda amper metr bilan yuk manbai o'rinlari almashtirilsa, amper metrning ko'rsatkichi qanday bo'ladi debdi. Demak uni yechish uchun mana buni hozircha o'chirib turamiz. Demak bu yerga epsilon, bu yerga amper metr qo'yildi deylik mana. U holatda harakat o'zgaradi. Qanday o'zgaradi desak, xo'sh, mana bular o'chirib turamiz uning uchun. Mana bu yerda hozir epsilon, bu yerda amper metr mana. Bunday holatda mana bu yo'nalishda tok oqsin deylik. I tokimiz mana shunday bo'lsa, unda mana bu yo'nalishda I1 tok, bu yo'nalishda esa I2 tok oqadi. Va I tokimiz I1 plus I2 ga teng bo'ladi. Endi mana bu yo'nalishda hisoblaymiz. Demak, Kirchhoffning ikkinchi qonunini. Unga ko'ra, xo'sh, I ni R3 ga ko'paytmasi plusdan I2 ni R2 ga ko'paytmasi teng bo'ladi epsilonga. Bu bo'yicha I1 R1 teng bo'ladi I2 R2 ga. degan tenglikni hosil qilib olamiz. Bunda amper metr ko'rsatishi I1 so'roq. I1imiz so'roq. I2 ni o'rniga I1 R1 taqsimda R2 o'rniga o'qib qo'yamiz. I1 plusdan I1 R1 taqsimda R2 R3 plusdan I1 R1 teng epsilon degan narsa hosil bo'ladi. Bundan I1 ni topsak, epsilon R2 taqsimda R1 plusdan R2 R3 R1 R3 degan narsaga keladi. Mana shuni hisoblab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi holatda qanday bo'ladi desa, 15 ni R2miz 8, R1imiz 4,2, R2 bilan R3 ni ko'paytmasi 96 plusdan R1 ni R3 ga ko'paytmasi 12 ni 4,2 ga ko'paytmasi bo'ladi. Buni ko'paytirsak 90 da bo'lamiz 4,2 96 12 ni 4,2 ga ko'paytmasi. Bu 150 taqsimda 251 taxminan 0,6 amper bo'lar ekan. Ikkinchi holatda 0,6 amper bo'lar ekan. Mana shundagi agarda
4,2 emas, 4 amperda o'zi berilganda edi. Hamma sonlar butun songa aylanardi. Javoblar. Balkim sizlarga shu butun son ko'rinishda tushishi mumkin. Rasmda rezistor ulangan sxema tasvirlangan. A va B klimalari orasida doimiy kuchlanish. Demak, mana bu ikki orasidagi kuchlanish 1 voltga teng ekan. U barobar 1 voltga teng ekan. Barchasini, demak, toklari xo'sh. Mana bu ikki simni shunday cho'zsak, qandayga kelar? Mana chizamiz. Mana bu yo'nalishdan kelsak, mana bitta, bu esa mana bitta, mana bunday bitta. Demak, qanday bo'lar ekan? Mana R2 A nuqta, B nuqta. Mana A nuqtadan kirish, mana bu demak R1. Bu R2 ga keldi. Mana R2 ga kelgandan keyin mana ikkita tugunga ajraldi. Bittasi R3 bilan R5. Demak, R3 bilan R5. Bittasi esa mana R4. Demak, umumiy qarshilik nimaga teng? Umumiy qarshilik. Qaraymiz. Mana bu 2 ga teng. Mana bu 1 bo'lganligi uchun 2 kara 1 taqsimda 3, 2 taqsim 3 ga teng. Mana bu umumiy bo'lsa, 2 taqsim 3 ni 1 ga qo'shamiz. Bunimiz 5 taqsim 3 ga teng. 5 taqsim 3 ni endi 1 bilan olamiz. Uning uchun 5 taqsim 3 ni 1 ga ko'paytirib, 5 taqsim 3 ga 1 ni qo'shamiz. Nimaga teng bo'ladi bu? 5 taqsim 3 ni, demak 8 taqsim 3 bo'ladi degan. 5 taqsim 8 qarshilik kelib chiqar ekan. Demak, tushunarli deb o'yladim. R umumiy 5 taqsimda 8 ekan. Endi umumiy qarshilikni topdik. I ni topib olsak, i'miz nechaga teng? U taqsimda R umumiyga teng. U demak 1 volt bo'lganligi uchun 1 ni 5 taqsim 8 ga bo'lsak, 8 taqsim 5 amperga teng ekan. Endi qaysi biridan qanday tok oqadi debdi. Qaysi biridan qanday tok oqadi degan bo'lsa, qaraymiz mana. Mana bu ikkalasiniki 1 voltdan bo'lsa, demak I1imiz u taqsimda R1 bo'lib 1 amper ekan. I2imiz demak I2imiz esa umumiy 1 volt chiqishi kerak. Mana shu yerni men tushuntirib beraman. Mana bu общий 1 volt bo'lishi kerak. Mana buni qarshiligini topuvdik bo'ya 2 taqsim 3. Bunisi 1 bo'lganligi uchun demak taqsimlanadi kuchlanish. Kuchlanish taqsimlangani uchun 1 plyusdan 2 taqsim 3 har biri 3 taqsim 5 dan bo'lar ekan. Bittasida 3 taqsim 5, bunisida 2 taqsim 5 bo'lar ekan. Unda 3 taqsim 5 ni R2 ga nisbati bo'ladi. 3 taqsim 5 kuchlanishini R2imiz. U ham birida 3 taqsim 5 bo'ladi. Endi mana bu yerdagi kuchlanish, mana bu yerdagi kuchlanish 2 taqsim 5 ga teng. Har birida 2 taqsim 5. Shu sababdan I4imiz 2 taqsim 5 ni 1 ga nisbati bo'lib 2 taqsim 5 mana. 2 taqsim 5. Endi I3imiz. Endi mana bu yerdagi kuchlanish o'zgarmaganligi uchun
Xo'sh, 2/5 kuchlanishimiz 1/5 dan bo'lar ekan demak. 1/5 amper E5'imiz ham 1/5 amper mana. Keyingi rasmda rezistor olingan sxema tasvirlangan. Demak, bizda umumiy qarshiligini 36, 6, 8, 12, 24. Demak, epsilon 36, 6, 8, 12, 24 deyapti. Menimcha shunday edi. 6, 8, 12, 24 to'g'ri. Umumiy qarshilikda. Demak, qaraymiz mana. Birinchi nima qilamiz? Mana bu yerdan tok keldi. Tok kelganligi uchun mana bu yerdagi kuchlanish bilan mana bu nuqtadagi kuchlanish bir xil. Biz hozir aytdik-ku, mana bu S nuqta bilan A nuqtani A nuqta bilan A nuqtani demak bir xil potensiali bir xil bo'lganligi uchun shu ikkita nuqtani birlashtirib yuboramiz. Unda qanday bo'ladi? Mana S nuqta, mana A nuqta. Bu B nuqta mana. Demak, bitta chizamiz. S bilan mana A nuqta va bitta mana chizamiz. Xuddi hozirgina demak chizib chiqdim. Bu menda R1, bu R2 mana. Mana bu R4, bunisi mana R3. Bunday qildik mana. Mana bu nuqta bilan bu nuqtani tutashtirsak, mana bu to'g'ri chiziq, mana bizda ham o'sha to'g'ri chiziq. Endi mana bu A nuqta, B nuqta bo'lganligi uchun shuni shunday ko'chirsak, demak mana bu bunga parallel, mana parallel. Endi mana bu qarshiligimiz esa A bilan S nuqta orasida turibdi mana. A bilan S nuqta orasida turibdi. Bo'ldi ana. Endi R umumiyni topishimiz kerak. R umumiyimiz. R1 bilan R3 ni umumiysi. R1 bilan R3 ni umumiysi 6, 12 bo'lsa, demak mana bu ikkalasini umumiysi. Bittasi 6, bittasi 12, 6 plus 12 bo'ladi degan. 10, demak 72 taqsim 18 bo'lib 4 bo'ladi. Demak 4 ga keyin mana bu 4 mana 4 ga mana bu qo'shiladi. Bu 12 bo'ladi. Mana bu yerga 12, R4 ham 24. Demak 12 ni 24 ga ko'paytirib 36 ga nisbati. Bunda mana bular qisqarsa umumiysi 8 chiqar ekan. R umumiy shunda 8 ekan. Demak, bizdan R umumiyni topib oldik. Nimalar so'ragan? Barcha elementlar endi umumiy toping deyapti. Umumiyimiz epsilon taqsim R umumiy 36 taqsim 8 mana. Bu 4 demak 44,5 amper ekan.
To'rtinchi rasmda ulangan sxema tasvirlangan. Bunda yuk 50. Shuni o'ziga yozib olamiz. 50. R1 20 mana. R1 bilan R4'imiz, R2 bilan R4'imiz 8 ekan. Bu 8. Bu ham 8. R3'imiz 1 ga teng mana. Tok manbayining ichki qarshiligini hisobga olmang. Ideal amper metr bu. Orqali o'tayotgan tok kuchini toping debdi mana. Demak, qaraymiz. Bu yerdan tok chiqdi. Mana bunga burildi mana. I3 bunga va I1. Keyin bu yoqqa I2, mana bu I4. I4 mana bu yerga I1 keldi. I1 tok keldi. Shunda mana bu yerga I1 plus I2 tok oqib o'tar ekan mana. Amper metr bo'yicha I1 va I2 tok oqib o'tar ekan. Shuni topib olishimiz kerak ekan biz demak. Demak, qonunlardan foydalansak, birinchi I tokimiz I1 plus I3 ga bo'lindi. Keyin I3'imiz esa I4 plusdan I2 ga bo'lindi. Keyin I1 plus I2 plusdan I4'im yana I bo'lib chiqib ketdi mana. Ikkita bo'yicha ko'rdik. Endi mana bu. Mana bitta, mana ikkinchim va mana uchinchim. 3 ta bo'yicha Kirchhoffning ikkinchi qonunini qo'llayman. Bu nimaga teng? Birinchisi epsilon teng. Demak, I3 R3 plus I4 R4. Bu birinchisi bo'yicha ketdi. Endi pastdagi ikkinchisi bo'yicha. I2 R2 teng E4 R4 ga. Tepadagi bo'yicha E1 R1 teng I2 R2 plus I3 R3 ga teng mana. Mana topib oldik. Endi mana shu tenglamani yechib chiqsak, o'rniga qo'yib sonlarini shunda topib olamiz. Biz birinchi yozamiz mana. Xo'sh, nima qilamiz uning uchun? Bizda mana bulardan foydalansak birinchi. I3 ni I minus I1 deb yozib olishim mumkin. I minus I1 deb. Endi epsilonni o'rniga 50 qo'yaman. 50 tenglik R3'im 1 ekan, demak I3 plusdan R4'im 8 ekan. 8 da I4 ga mana. Ikkinchi tenglikdan R2 bilan R4 o'rniga qo'ysam, mana bundan 8 bo'lganligi uchun I2 I4 ga tengligi kelib chiqadi. I2 teng E4 ga bo'ldi. Mana bu yerga o'rniga qo'ysam, shunda I3'im 2 da I2 kelib chiqadi. 2 da I2 kelib chiqdi. Demak, o'rniga qo'yamiz mana. I3'im I3'im 2 da I2 va 8 da I2. Buni qo'shsam 10 da I2 bo'lar ekan.
demak 10 da I2. I2 demak 5 amper ekan. Bitta topib olamiz. Bu I4 ga ham teng. I3 menda shunda necha bo'lyapti? 2 marta katta bo'lsa 10 amper bo'lyapti mana. 10 amper. Endi bizda foydalanilmagan mana bu tenglik qolyapti. Mana shu tenglik qolyapti. Shuni shunday o'rniga qo'ysak, noma'lum narsa kelib chiqadi. R1 20. 20 ta R1 teng. R2 8, I2 esa 5, demak 40 ekan. Plus R3 1, I3 esa 10, demak 10 mana. Teng 50. I1 topib qo'ysam shunda 2,5 amper ekan mana. Endi men tok kuchini topishim kerak. Uning uchun mana bu tenglikdan foydalanaman. I barobar I1 plus I3. O'zi u shart emas ekan bizda. Bizdan amper metr bo'yicha o'tayotgan tokni so'ragan-ku. I amper metrim mana menda boya aytdim, mana bu ikkoviga teng. I1 plus I2 ga teng. I1 2,5, I2 5, 7,5 amper ekan mana. 7,5 amper. Bu masalaga qarasak, zanjir sxemasi tasvirlangan har bir rasmda ko'rsatilgan tarmoq ideal sim emas degan. Balki rezistor bo'lib, qarshiliklari R, 2R va 3R bo'lgan sifatda berilgan demak. Bu soddagina ekan, o'zi qaraymiz. Mana birinchi tepada mana A nuqta bilan B nuqta orasidagi 3 yerda joylashtiraman mana bu yerga. Keyingisiga mana bitta R keladi. Bu R'im mana bu R. Bu R'im mana bu ikkalasini ketma-ketiga mana bunday ulasak mana shunday o'tadidan bunga ulanadi mana. Hozir endi shuni chizaman. Bitta R demak yozamiz mana. Bu 3R. R 2R R mana. Bu nuqta A nuqta bo'lsa, bu nuqta B nuqta mana. Endi qarshiligini hisoblaymiz. Mana bu yer 2R bo'lganligi uchun общий R. R общий 3R. Bu 3R bilan mana bu 3R 2 ga bo'lamiz. Demak 3R taqsim 2 ekan. Общий R umumiy 3 da R taqsimda 2 ekan. Har biri 1 dan debdi, demak 3 taqsimda 2 bo'lib qolar ekan. Bizdan nimani so'ragan ekan? Demak har biri orqali o'tayotgan tok kuchini so'ragan. I umumiyni topib olsak uning uchun. Uni R umumiyga nisbati. Bu 2 taqsimda 3 amper bo'lar ekan bizda. Demak, qaraymiz mana. Mana bu ham 1 volt, mana bu ham общий 1 volt. Shu sababdan mana buni tokini alohida, bular tokini alohida topib olishim mumkin. Uning uchun nima qilaman? Har biri deganmi?
tushunarli. Mana bu 3 yer bo'yicha topamiz demak. I 3 yer. 3 yer bo'yicha mana 1 taqsimda 3 yer bo'ladi. Kuchlanish 1 volt bo'lganligi uchun. Bu 1 taqsimda 3 amper bo'ladi. Endi mana bu ham общий 3 yer bo'lganligi uchun 1 taqsim 3. Demak, mana buniki 1 taqsimda 3. Qaraymiz, hozir shu yerda javoblarni yozib ketayin, shunda adashib qolmaymiz. Demak, buniki ham 1 taqsim 3 amper. Buniki ham 1 taqsimda 3 amper. Mana bu 3 yer. Bo'ldi. Mana bular 2 yer bo'lganligi uchun 1 taqsim 3 amperdan bo'lsa, mana bu ham 1 taqsim 3 amper o'tishi kerak. Demak, mana bular 1 taqsim 3 amperdan bo'ladi. Ikkita kichkina qarshiliklar hammasi 1 taqsim 3 yerdan bo'lar ekan. 2 yarim shunda 2 taqsim 3 amper bo'lar ekan mana. Demak, keyingi masalaga qarasak, prizi 80 volt kuchlanishli. Demak, kuchlanish 180 volt ekan. R1 30, R2 ham 30, R3 ham 30, R4 12, R5 12. Birinchi tokni topib olishimiz kerak, uning uchun qarshilikni topamiz. Qaraymiz. Mana buni 30 bo'lgani uchun umumiysi 10. Mana bu ham 2 ga bo'lsak 6. Bu 4. 6, 4 va 10 ni qo'shamiz. Общий 20 chiqib kelar ekan mana. Demak, R umumiy 20 ekan. Menda u umumiyimiz, endi u emas, epsilon deb yozaveraylik. Epsilon barobar 180 volt deyilgan. Shunda I umumiyimiz 180 da 20 ga bo'lsak 9 amper ekan. 9 amper ekan. Endi 9 amper bo'lsa, mana bu общийdan 9 amper o'ta. Mana bu общийdan 9 amper o'ta. Va teng 3 ga bo'linadi. Bu ham 3, bu ham 3, bu ham 3 bo'ladidan tok kuchi demak nechidan bo'lar ekan? I1imiz 3 amperdan bo'lar ekan. 3 amper bo'lsa, buni kuchlanishi u birim 90 volt bo'ladi. I1im 3 amper bo'lsa, undan o'tayotgan iste'mol qiladigan quvvati I1 ni U1 ga ko'paytmasi 270 watt bo'ladi. volt kuchlanishli elektr tarmog'i rasmda ko'rsatilgan sxema ulangan ekan. Demak, mana bular yozib olsak. 12, R3 14, R2 20, R1 10. Hozirgidek qaraymiz mana. Mana bu ikkovniki 6. 6 bilan 14 qo'shsak 20. 20 bilan 20 parallel, shuning uchun umumiysi 10. 10 bilan 10 da yig'indisi 20. Demak, общий 20 ekan. R umumiyim общий 20 ekan. Xo'sh, menda epsilon 200 deyilgan. Demak, I umumiyimiz 10 amper ekan. Qaysidagi? R4 dagi so'ralgan ekan. Qaraymiz mana.
Mana bundan ham 10 amper tok o'tadi. Mana bundan ham 10 amper tok o'tadi. Endi 10 amper teng mana buniki 20, qarshiligi buniki ham 20 bo'lganligi uchun teng 2 ga bo'linadi. Demak mana bu yerdan ham 5, bu yerdan ham 5. Demak buniki ham 5, mana buni umumiysi ham 5. Bu ikkalasini qarshiligi bir xil bo'lgani uchun tok yana 2 ga bo'linadidan 2,5 dan bo'ladi. Tushunarli? I4 demak 2,5 amper ekan. 2,5 amper. Demak, U4 nechaga teng shunda? 12 ni 2,5 ga ko'paytmasi bo'ladi. 30 ekan. Shunda quvvati ikkalasini ko'paytmasi bo'ladi. Demak 60, 75 vatt ekan. Keyin 180 volt kuchlanishli elektr tarmog'iga 6 ta rezistor o'rnatilgan ekan. 3 ta 30, keyin 12, 12, 4 ekan. 3 ta 30, 12, 12, 4 ekan. Prizi 80 volt ekan. Demak mana bu yerda yozib qo'yamiz. Epsilon 180 volt. Qaraymiz mana. Mana bu uchov parallel ulangan, 33 ga bo'lamiz, demak 10. Mana bu ikkovi parallel ulangan, 2 ga bo'lamiz 6. Mana buniki 4. Uchovning yig'indisi 10, 6, 4, 2, 20. Demak umumiy qarshilik 20 ekan. R umumiy 20. I umumiyni topsam 180 ni 20 ga bo'lsam 9 amper kelib chiqar ekan mana. R4 orqalini topishim kerak. Qaraymiz mana. 9 amper, bu ham 9 amper, bu ham 9 amper. Mana bular qarshiligi bir xil, demak teng 2 ga bo'linadi. Mana bular har biri 9 ni 2 ga bo'lsak 4,5. Demak I4 4,5 amper ekan. Quvvati I4 ning kvadrati R4. Demak 4,5 ning kvadratini 12 ga ko'paytmasi bo'lyapti. Xo'sh, buni hisoblaymiz. 4,5 ning kvadratini 12 ga ko'paytmasi 243 ekan. 243 ekan. Rasmda rezistor olingan sxema tasvirlangan. Qaraymiz mana. R1 7, R2 5, R3 4, R4 ham 4, R5 ham 9 ekan. Qaraymiz. Mana. Tok mana shunday keladi. Mana bu bilan oxiri tugash nuqtasi. Demak bu parallel ulanadi. Bularga mana bunday kelib, mana bu ikkalasi bunga parallel, bu ikkalasi umumiy bo'ladi degan, bunga ketma-ket bo'ladi. Demak mana R1, R2 bunga parallel, R3 bunga ketma-ket, R4 bunga mana bunday parallel, R5. Endi umumiy qarshiligini hisoblashimiz kerak. Umumiy qarshiligimiz mana bu ikkalasiniki qo'shiladi. 12, 12 ni 4 bilan parallel qilamiz. 12 kere 4 taqsim 16, demak 3 ekan. 3imiz 4 bilan ketma-ket, shu uchun 7 bo'ladi. Keyin 9 ga 7 taqsimda 16. 63 taqsimda 16 degan qarshilik hosil bo'ladi. Demak, R umumiy 63 taqsimda 16 ekan.
Xo'sh, bu chiqdi. Endi quvvati, umumiy quvvati bo'lganligi uchun u kvadrat taqsim r umumiydan topib qo'ysak bo'ladi. 12 ning kvadratini 16 ga ko'paytirib 63 ga bo'lishimiz kerak ekan. 12 ning kvadratini 16 ga 63 ga 256 taqsimda 7 ekan. Demak 256 taqsimda 7 yoki-da 36,6 deb yozish kerak bo'ladi. Xo'sh, keyingisi 30 dan ekan har biri. 12 dan, bu 4 dan. Epsiloni 180 volt ekan. Sodda holatda yana. Uchtasi parallel, demak 10. Bu ikkitasi parallel 6. Bu 4. 16 4 yig'indisi 20. Demak, R umumiy 20. Umumiyni topish uchun epsilonni R umumiyga bo'lsak 9 amper chiqib kelar ekan. Qaraymiz. Bundan ham 9 amper, bundan ham 9, mana bundan ham 9. Bizdan R uchtikini so'ragan. Demak, teng 3 ga bo'lishim kerak. 9 bo'lsa, bunisidan ham 3, bunisidan ham 3, bunisidan ham 3 oqadi. Shu sababdan I3 ni 3 amper deb yozib olaman. 3 amper. Endi iste'mol quvvatini so'raydi. I3 ning kvadratini R3 ga ko'paytmasi. 9 ni 30 ga ko'paytirsam 270 chiqib kelar ekan. 270 watt. Birliksiz yozaveramiz. Demak, mana 20-masala tugadi. 19-masala turiga qarasak. Demak, bu masalalar Google kitobidan olingan. Buni yechim qilishga hozir demak, qaraymiz, mana birinchi masalada. Birinchi masalada shamolsiz havoda qandaydir masofani bosib o'tyapti-da. Tezligi 328 km/soat tezlik bilan. 328 km/soat tezlik bilan. Shu holatda u qanday masofani bosib o'tgan? Birinchi shuni topib olamiz. Uning uchun nima qilamiz? Uning uchun bu 6 soatda borib kelgan, demak 3 soatda borishga yoki kelishga vaqt ketadi. Demak 328 ni 3 soatga ko'paytiramiz. Bu 984 kilometrligiga kelib chiqadi. 984 kilometrligiga kelib chiqadi. Endi ikkinchi holatda mana shunday samolyot yo'nalish bo'lsa, u shunday boshqaryaptiki, mana shamolda tezligi mana bunday yo'nalgan. Shamolda tezligi mana bunday 20 metr taqsim sekund bilan yo'nalgan. Va samolyot mana bu yo'nalishda uchishi kerak. Uning uchun uchuvchi mana bu yo'nalishda boshqarish kerak. Demak, bu v barobar 328 km/soat tezlik bilan mana shu yo'nalishda boshqarish kerak. Shunda uni nisbiy tezligi mana bu v nisbiy bo'ladi. Uni qanday topamiz? Uni mana bunday
demak to'ldirsak va nisbiyimiz ildiz ostida vning kvadrati minusdan va oqimning kvadrati yoki va shamolning kvadrati bo'ladi. Bu 328 ning kvadrati minus 20 ni kilometr soatga aylantirsak 72 bo'ladi. Bu 320 kilometr soat kelib chiqadi. 320 kilometr soat kelib chiqadi. Endi 320 kilometr soat tezlik bilan borishda ham, qaytishda ham nisbiy tezligi bir xil bo'lsa, u holatda qanday vaqtda bosib o'tadi? 2 karra s taqsim 320 degan vaqtda bosib o'tadi. 2 karra 984 ni 320 ga bo'lamiz. Bu 6,15 soat bo'ladi. Bizga farqini necha sekundga ortadi deyapti. Farqi 6,15 dan 6 soatda ayiramiz mana. Va buni 60 ga ko'paytiramiz. Shunda daqiqaga aylanadi. Daqiqaga aylantirsak 9 daqiqaga 9 minut bo'lib qolar ekan demak mana. Birinchisi. Endi ikkinchisida qayiq yana 60 metr bo'lgan daryoni kesib o'tib, demak qaraymiz mana. Mana bunday daryoni kesib o'tyapti. Unda 60 metr ekan. L desak 60 metr ekan mana. Shunday boshqaryaptiki, aniq mo'ljaliga mana oqim tezligi 2,8, nisbiy tezligi 8 bo'lib qolyapti. Ya'ni aniq bo'lgan tezligi. Mana endi qaraymiz, shunda qanday boshqargan. U demak oqim tezligini yo'nalish mana bunday bo'lsa va oqim tezligi u katerini shunday boshqarganki, bunday deganda kemani yo'nalish mana shunday bo'lsa, kemani yo'nalishi. Shunda oqim bilan birga demak ko'rganda umumiy mana bu yo'nalishda ketgan. Mana shunday yo'nalishda harakatlangan mana. Bu demak kemaning o'zini tezligi, mana bu esa shunda natijaviy tezlik. Qandaydir birorta burchak ostida yo'nalib qolyapti. O'sha burchakni topib olamiz. Birinchi nima qiladigan ishimiz o'sha burchakni topib olamiz. Uni qanday topamiz? Uni mana bunday topib olamiz. Mana bu masofamiz bilan bizda mana bu masofamiz ma'lum. Bu 60 metr, mana bu x 80 metrligi ma'lum. Shundan foydalanib biz demak mana buni topib olsak bo'ladi. S kuch umumiy qancha bo'lgan o'shani topib olsak. Uning uchun s kvadratimiz teng x kvadrat plyusdan l kvadratga teng. Ya'ni s'imiz teng ildiz ostida 60 ning kvadrati plyus 80 ning kvadrati. Bu 100 metrlarga kelib chiqadi mana. Bundan sinus alfani L taqsim S desak 0,6, kosinus alfamiz esa x taqsimda S bo'ladi degan 0,8 ga teng. 0,8 ga teng. Endi buni vektorlarda uchburchak qoidasidan foydalansak, qanday foydalanamiz? Mana oqimni tezligi. Mana kemani tezligi. Shu holatda bu natijaviy tezlik bo'lyapti mana. Va oqimni tezligi, bu va kemani tezligi, bu nisbiy tezlik bo'lyapti. Bizda berilgan alfa mana.
mana bu 8ligi, mana bu 2,8ligi va kosinus alfa ham ma'lum. Kemani tezligini demak 8lik kvadrati plus 2,8lik kvadrati minus 2 kare 8 2,8 kosinus alfa. Kosinus alfani yuqoridan olib qo'yamiz. Shunda kemani tezligi bizda 6 chiqib keladi. 6 metr taqsim sekund chiqib keladi. Endi 3-da xo'sh, shunday qilmasak, demak qaraymiz mana. 3-masalada. 3-masalada demak bikrligi ma'lum. Bikrligi 10 newton taqsim metr bo'lgan prujinaga demak massasi 100 gram ekan. Shunda u 50 santimetr balandlikka turib qolibdi. Demak energiyalar nisbatini so'rayapti. Mana prujina osildi. Shunda u yerdan h balandlikda turib qoldi. Buni massasi mg. Bikrligi k qandaydir delta x masofaga cho'zilgan. Massa ortish bo'yasida. U qanchaga cho'zilgan? mg barobar k delta x desak, delta ximiz 100 gramni 10 darajasi minus 3 ga ko'paytirsak va 10 ga ko'paytirsak taqsimda 10. Bu 0,1 metrga cho'zilgan ekan demak mana. 0,1 metrga cho'zilgan. Endi yukning og'irlik kuch maydonidagi potensial energiyasi bo'lsa, bu mg h ga teng. 10 darajasi minusdan 1, 10 h'imiz 0,5. Bu 0,5 joulga teng. Endi prujinani potensial energiyasi esa k delta x kvadrat taqsim 2 ga teng. Buni qanday topamiz? K delta x kvadrat taqsim 2 bo'lsa 10 delta ximiz bizda 0,01 taqsimda 2 0,05 joulga teng. Farqi qancha ekan demak? Farqi delta y barobar 0,45 joul. 0,45 joulga teng ekan. Demak qaraymiz 4-masalada. 4-masalada mana shunday lift desak, lift pastga atislanish bilan harakatlanyapti ekan. Shunda shiftiga qandaydir massali mg massali prujina qandaydir delta x masofaga cho'zilibdi. Bu holatda elastiklik kuchi og'irlikka tengligidan foydalanamiz. K ni delta x ga ko'paytmasi mg minusdan a deymiz. K delta x ni g minus a ga nisbati m ga teng. M ni topsak, m'imiz shunda 595 ni 0,10 dan 0,1 ga
ko'paytirib 9,8dan 1,3ni ayiramiz va 1000ga ko'paytirsak javobimiz grammga aylanadi. Bunimizni hisoblasak 700 gramm bo'ladi mana. Keyingi masala. Keyingi masalada beshinchida boshlang'ich tezligi 5 metr sekund ekan. Endi v barobar 5 metr sekund tezlik bilan massasi 4 kilogramm ekan. Shunda unga F qarshilik kuch ta'sir eta boshlabdi 20 newton bilan. Oldin mana minus 2,5 metr bo'lgan nuqtada ekan. Keyingi ikisini topish kerak bizdan. Bunda kinetik energiya o'sha kuchni yengishga harakat qiladi. mv kvadrat taqsim 2 miz teng bo'ladi. F ni x ga ko'paytmasiga desak, x barobar mv kvadrat taqsim 2 ta f bo'ladi. X ni topsak. Demak, 4 ko'paytirilgan 25 taqsimda 2 karra 20 bo'ladi. Mana 100 da demak 2,5 metr masofaga demak yengatdagin keyin tezligi 0 ga erishadi. Bu holatda keyingi koordinatasi nimaga teng desa, bu delta x deylik. Delta x. Shunda ximiz x0 koordinataga delta x yig'indisi bo'ladi. Minus 2,5 metr nuqtadan boshlagan 2,5 metrga siljigan, demak 0 metr masofaga borib to'xtaydi. Keyingi koordinatasi 0 ga teng. 6-chisini ko'rsak. Oltinchi masalani. Jism qandaydir kuch ta'sirida, demak boshlang'ich tezligi mana v0 barobar 8 metr sekund ekan. Tezlanishi minus 2 metr taqsim set, demak tekis sekinlashuvchan harakat qilyapti ekan. T barobar 6 sekund davomida qanday masofani bosib o'tadi? Mana bunday grafik chizsak, v t mana boshlang'ich 8 sekundda ekan, mana bunday kamayyapti ekan. Necha sekundda tezligi 0 ga erishadi? 8 bo'lsa, mana bu tezlanish 2 bo'lganligi uchun 4 sekundda 0 ga erishadi. Va mana yana 2 sekund yurish kerak, shunda 6 sekund bo'ladi. Demak, bizda mana bu ikkita yuzani topishim kerak. Bu yuzani alohida, mana bu yuzani alohida topsam, shunda men demak qancha masofa bosib o'tganini topa olaman. Uning uchun nima qilaman? Mana bu yuzam S1 barobar 8 karra 4 taqsimda 2 S deb yozaveraylik birdan. Plyusdan 6 emas, endi mana bu 2. Mana bu yeri 2 qanday tezlikkacha erishadi? Mana bu yerda minusdan 4 bo'lgan chiziqqa erishadi. 2 karra 4 taqsimda 2 mana. 32, 16 plyusdan 4 bo'lib 20 metr mana. 20 metr masofani bosib o'tarkan. 6-masala ketdi shunday qilib. Endi 7-masala.
7-chi masalada massasi 120 kilogramm qayiq ekan. Demak, m barobar 120 kilogramm qayiq ekan. Endi odam massasi 80 kilogramm odam ekan. Umumiy delta x barobar 1 metr masofaga siljibdi. Shunda qayiqning uzunligini so'rayapti bizdan. Buning uchun nima qilamiz? Mana qayiq bo'lsin. Mana odam mana bu yo'nalishda v tezlik bilan harakatlanyapti degan. Mana shu nuqtadan bu nuqtagacha boryapti. Shunda qayiqni o'zi mana bu tarafga delta x masofaga siljayapti. Impuls saqlanish qonunidan odamni v tezlik bilan harakati odam hamda qayiqni qandaydir u tezlikka olishiga sababchi bo'lyapti. Demak, bular bir xil vaqt davomida bo'lyapti. Shuning uchun L ni tega nisbati m plus m ni u tezligimiz esa bu delta x bo'lyapti. Delta x ni tega nisbati deymiz mana. T'larni tashlab yuboramiz. Bundan biz L ni topib olsak, m plus m ni delta x ga ko'paytirib m ga bo'lamiz. Demak, 120 plus 80 ni 1 metrga ko'paytirib 80 ga nisbati 200 taqsimda 80 metr ekan. Unda L ni topsak 20 taqsim 8 2,5 metr.